Bu mashinamizda 3 marta zamoniy ketmaga qo'shilgandan keyin starter ishlatgan ekan. Tekshirganda dinamik zaryad berishi yaxshi akkumulyatorga, akkumulyator holati ham yaxshi. Endi starterni o'chib ko'ramiz. Starterimiz ichini ham ochib oldi. Buni aybi starter cho'tkadan bo'lib chiqdi. Yaxshilab buni artib, tozalab, yuvib, cho'tka qo'yib yig'ib beramiz buni. Starterimiz ham chiroyli remont qilib, yuvib tozalab, cho'tkani qo'yib yig'ib oldi. Sizlar ham shunaqa starterni ishlatganmisiz? Bemalol olib kelishinglar mumkin. Chiroyli qilib starter qilib berishinglarni. Bu videoni shunaqa starter ishlatishga yo'l qo'yasizlar. Sahifamizga obuna bo'lib, biz kursani bundan da qiziqarli videolarni qo'yib boramiz.